Assalomu alaykum. Jarimalar narxlarini ko'taravermasdan pasaytirish kerak, naborot xalq qiynalib ketyapti. Svetoforlar to'g'ri o'rnatish kerak, yo'l belgilarini to'g'ri o'rnatish kerak. Oldin yo'lni to'g'rilash kerak, keyin shunda katta jarimalar qo'yish kerak. Bu umuman to'g'ri kelmayapti. Matematikaga ham odamlar topishiga qaraganda jarima soliqlar baland. Shuni hisobga olinglar, tepada o'tirganlar. Oddiy odamlar ham mana shunaqa videolar olib chiqib shuni eshittirish kerak, bir-biri bilan urushib yuravermasdan, internetga chiqqan qanjaqlar tomosha qilib yuravermasdan. Bekorga chiqmayapti u qanjaqlar ham. Bilmadim, ataylab chiqaryaptimi, yalang'och bo'lib chiqish, xalqni boshini aylantirish deb. Akalar, shunaqa video qilib yoki qo'llab olib chiqib, tepada kim shu ishlar bilan shug'ullanadi, xalqqa foydasi tegadi kimda? Shularga aytish kerak. To'g'ri kelmayapti topishga qaraganda jarimalar, soliqlar. Qachon bu tugaydi bunaqa? Faqat ishlab minusga qarab yuradi xolos. Bunaqa odam. Oila bor, bola chaqa bor. Bizni qarmog'imizda o'zi xalqni qarmog'i davlatmi? Davlat qarmog'ida xalq bo'lmasa, u hokim ham boshqa u Mercedesda yurgan odamlar ham hech kim emas. Bir tiyin odamlar ham xalq ko'tarib turibdi. Xalqni ham ozgina ko'tarish kerak. Pasaytirish kerak, siqib qonunni cho'rmasdan. Shu videoni ko'tarish kerak. Mayli, omon bo'linglar, o'zlaringiz fikr qilinglar, bir-birimiz bilan urushmasdan. Shunaqa narsalar ko'tarib olib chiqish kerak, oilalar.